Assalomu alaykum qadrdonlar. 2026-yil 20-yanvar. Biz ish faoliyatlarimizni boshladik. Manzilimiz Farg'ona viloyat, Marg'ilon shahar, Kamina Taxta bozor. Tashda Xotinqumidan bitta akamiz kelganlar, ishlanchi bog'liq qilib bitkizib berdik. Terayni. Kimga qanday narsalar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bo'lish esdan chiqarsin. Yonimizda eski sotgan akamizni taxtadan video yoqayotdi YouTube'ga. YouTube'dan ko'rib kelishibdi. Kimga qanday narsalar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Eski ishlab chiqqan listovay sasnalar bor. Uzunlari 670. Yangi razmerlar. Hamma yo'qlar bor. Stropillar, to'son, vassa, reyka, xohlagan razmerlaringda bor. 415 lik stropilalar bor ekan. Bular 90 ming bilan 100 ming o'rtasida deyaptilar. Aloqaga chiqaverasizlar. 415 lik ekan. Burada 7 metrli stropila sotgan ekanlar, o'shani olib ketishyapti. Hamma assortimentlar bor. Bitta listovoylar bor. 5 metrli, 10 ga 24 lik, 8 ga 25 lik to'sinlar bor. Hamma aloqaga chiqaverasizlar, akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Kimga qanday narsalar zarur bo'lsa, Iqbol akam borlar, shu yerda o'larlar Iqbol aka. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida ekan. Iqbol aka. Qatdi. Bitta tepada asl akam borlar. Yuklarni tayyorlab, chopib bizga tayyorlab beradilar. Kimga qanday narsalar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar qadrdonlar.